Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan farmatsevtika sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Dori tadqiqotlari uchun yangi markaz ish boshladi. Farmatsevtika sohasida yangi dori vositalarini yaratishda tezlashtirishga qaratilgan yangi ilmiy markaz ish boshladi. Thermo Fisher Scientific kompaniyasi Kaliforniya shtatining South San Fransisko shahrida Cryo Electromicroscopy Drug Discovery Center nomli tadqiqot markazi ochdi. Markaz dori ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy Cryo Electromicroscopy texnologiyasidan foydalanishga ixtisoslashgan. Ushbu texnologiya olimlarga biologik molekulalar, xususan oqsillarning 3 o'lchamli tuzilishini deyarli atom darajasida ko'rish imkonini beradi. Bu esa kasalliklarni keltirib chiqaruvchi molekula jarayonining aniqroq o'rganish va ularga ta'sir qiluvchi yangi dori vositalarini ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi. Yangi markaz farmatsevtika va biotexnologiya kompaniyasi uchun ilg'or ilmiy uskunalar hamda tadqiqot infratuzilmalarini taqdim etadi. Bunday markazlar dori yaratish jarayonida molekulalarning tuzilishini aniq tahlil qilish imkonini berib, innovatsion preparatlar ustida tadqiqotlarni tezlashtirishga xizmat qiladi. Alsgeymer kasalligini oldindan aniqlashga yordam beradigan yangi qon tahlili aniqlandi. Olimlar Alsgeymer kasalligining dastlabki belgilari qachon paydo bo'lishi mumkinligini oldindan prognoz qilish imkonini beruvchi yangi qon tahlili ishlab chiqdi. Tadqiqot qondagi p-tau217 oqsil darajasini o'lchanadi va ko'rsatkich asosida kelajakda kognitiv buzilishlar qachon boshlanishi mumkinligini taxmin qilinadi. Tadqiqotchilar bir necha yil davomida 600 dan ortiq ishtirokchi ma'lumotlarni tahlil qilib, p-tau217 darajasining o'zgarishi Alsgeymerga xos ikki asosiy patologik oqsil beta-amiloid va tau to'planishi bilan bog'liqligini aniqladi. Shu asosda yaratilgan model kognitiv muammolar paydo bo'lishini mumkin bo'lgan davrni taxminan 3-4 yil aniqlik bilan prognoz qila oladi. Kam uchraydigan jigar kasalligi uchun yangi dorilar ishlab chiqarilmoqda. Britaniyaning GSK kompaniyasi kam uchraydigan avtoimmun jigar kasalligini davolashga mo'ljallangan Linraxibet preparatini ishlab chiqish huquqini Italiyaning Alfa Sigma kompaniyasiga topshirdi. Linraxibet ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlarda tez-tez uchraydigan kuchli qichishish va jigar faoliyatini buzilishi kabi alomatlarni kamaytirishga qaratilgan. Preparat safro kislotasining ichakda qayta so'rilishini cheklash orqali organizmda jarayonlarni tartibga solishga yordam beradi. Hozirda dori turli mamlakatlarda ro'yxatdan o'tish jarayonidan o'tmoqda. Mutaxassislarning fikricha, agar preparat tasdiqlansa, u kam uchraydigan jigar kasalligi bilan yashayotgan bemorlar uchun yangi davolash imkoniyatini yaratish mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.